Bu Nuraisda boshqa Nuraislarda yo'q narsa bor. Mana qarang. Bu xromoviy detal, ya'ni nikkel emas. Xrom nikkeldan ancha qimmat va bagati yuradi. Va beskulchovoylar bor, lyuklari bor. 2018-yilgi Sonata Nurais amerikanskiy variantda bu 2.4 benzinoviy motorda narxi ham budjetniroq narxda chiqyapti. 10.300 dollargacha. 10.300 ga sochiniga bosib yuborish kerak deb o'ylayman. O'zim zahatskoy diskalar. Mana qarang, xrom, nikkel ruchkalari, beskulchovoylari, tagida ham xuddi shunaqa xrom bor. Yomon bagati turadi shunaqa xrom. Слепой zona, elektrический, повышенное сиденье, комбинированный сиденье, o'rtalari тряпочный chekalari koja, multirul, monitor, podогрев сиденья va avtomat drive mod 81.000 mil probeg ko'rsatyapti akalar. Bu родной bo'lsa kerak, mil. Va bu mashinani ko'ryapsizlar akalar, 10.300 dollar. Kimdir mashina olaman deb istab yurgan bo'lsa, mana benzin, Nurais, avtomat va 81.000 mil probegda. 18